bu fraza ingliz tilida qanaqa bo'lishini siz miyangizni burchagiga ham keltirib ko'rmagansiz. Har bitta o'zbek oilasida mehmon kelsa shu gap aytiladi. Bemalol o'zingiz uyingizdagidek o'tiring, o'zingiz uyingizdagidek his qiling, xijolat bo'lmang degan fraza ingliz tilida qanaqa bo'ladi? Ularda ham bor ekan shunaqa narsa. Ular ham mehmonlariga bemalol o'zingni uyingdek his qil, bemalol o'tir, tortinma degan fraza bor ekan ingliz tilida ham. Bu nima? Make yourself at home. Mana shu fraza bemalol o'tiring, tortinmang, o'zingizni uyingizdagidek his qiling degan fraza ingliz tilidagisi ekan. Misol uchun meni uyimga kimdir mehmonga keldi va men unga please just make yourself at home desam, tortinmasdan o'tiring, o'zingizni uyingizdagidek his qiling deganim bo'lar ekan. Bu frazani o'rganish kerak bo'lgan odamga tashab qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosamiz, obuna bo'lamiz. Sizlardan hech nima ketmaydi, men uchun bu katta motivatsiya.